Navoiy viloyatida xonadon hovlisining birida tilla topildi. Qonimyeq tumani Do'stlik mahallasida yashovchi fuqaro hovlisida yer og'darish chog'ida yerdan xumcha, ichida esa tilla tangalar topib oladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, xumdagi tilla tangalarining umumiy og'irligi taxminan 1 kilogramm atrofida. Lekin ushbu topilmani uy egasi davlatga topshirish niyati yo'qligini bildirmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Men o'zi uyda umuman ish qilmayman. Bugun qandaydir ilhomim kelib ish qildim. Agrorodda ishladim. Tilla topib olsam bo'ladim. Tillani shunday qo'limga olsam, mana shu shaxslar paydo bo'lsa bo'ladim. Bir narsani aytay. Nasha topsang, seni bo'yniga qo'yishadi. Tilla topsang, davlat mulki deydi. Uni ustiga nima tushunmadim. Mana bir raqamni berib qo'ygan. Menga nima kerak bu? Mahalla qayerga qarayapti? Menga qara, tushundim. Mahalla qayerga qarayapti o'zi? Olib ketamiz, musodara qilamiz. Tillanimi? Ketasan. Ko'rdingmi? Tushuntiringlar bunga. Qayerga qarabsizlar? Bu mahallaga 10 yil oldin rais bo'lganman. Bu odamga bas kela olmadim. Menimcha bundan keyin ham hech kim bas kela olmaydi. Xudosi bas kelmasa, bandasi bas kela olmaydi bunga. Bu tentak bu. Buni temir daftar tugul, ayollar daftariga kiritmaslik kerak. Mana ko'ryapsizmi? Nima degan gap bu? Davlat odamlari kelib, davlatning narsasini so'rayapti. Bu o'zicha uyiga yashirib qo'yib, o'zicha men bermayman, bu men narsam deydi. Nima degan gap bu? Dora dil qayerga qarayapti? Go'r gaz qayerga qarayapti? Elektroset qayerga qarayapti? Tushuntirib beringlar. Ushbu qarshiliklarga qaramasdan muzey va topilmalarni saqlash departamenti xodimlaridan iborat guruh topilma aniqlangan joyga borib, qazilma maydonida dastlabki ish jarayonini olib bormoqda. Tillobek Tofoldiyev, Hoshimjon Xazinayev.tv, Navoiy viloyatidan tayyorlandi.